Hey yo jigarlar, hammaga salom. Sizlar bilan bugun Husayn PUBG. Bugungi videomizda biz 3 xil tekin UC olishni o'rganamiz. Videoni ko'p cho'zmasdan unda boshlaylik. Ha, aytgancha kanalimizga obuna bo'lib, like hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Birinchi navbatda bizga tanga degan ilova kerak bo'ladi. Buni Telegramda tanga deb qidirasiz va shu ilova kelib chiqadi. Bu ilovani ichiga kirib har xil missiyalar, kunlik bonuslar bo'ladi. Masalan, bu yerda do'stlarga taklif degan narsa turibdi. O'shani bosib do'stlaringizga taklif yuborasiz va do'stlaringiz taklifni qabul qilib, bu ilovani ichiga kirgandan keyin sizga har xil tangalarni qo'shib beradi. Bu yerda soatlik missiya va hamda kunlik missiyalar bo'ladi. Ularni bajarib har xil tangalardan yutib olishingiz mumkin. Masalan, bir kunda 1000 dan 7000 gacha, soatiga esa 100-200 har xil ko'payib ketaveradi. Bu yerda UC sotib olish degan narsa bor. O'shani bosasiz va 1800 ta tangaga sizga 60 UC tushirib beradi. 60 UC tushirsangiz yaxshiroq, chunki biz qolgan UC'larni hali sinab ko'rmaganmiz. Masalan, 60 UC hozir bir obunachimiz yutib oldi va o'shani ID'sini yozib UC'larini tushirib berdik. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qolsanglar bo'ldi. Agar sizlar obuna bo'lib podpishka qilsanglar, men yangi kontentlarni, yaxshi videolarni tayyorlashga va'da beraman.